Yıllardan buyon Amerika Davlat Majlisida Uyg'urlar masalasini eng kuchli ta'kidlab kelgan Kengash palata a'zolaridan Marco Rubio 23-dekabr kuni o'zining 2021-yillik xizmatlariga lozimliq mablag' va xarajatlarni kepilligiga qilganligini jakarildi. Buningdan bir kun ilgari bo'lsa, u bu vaqtdagi mablag' uqtirishini olqishlaydiganligini bildirib, buning bir qismi Uyg'urlar duch kelayotgan ziyonkashlikning xarakterini bekitishga sarf qiladiganligini bildirgan edi. Marco Rubioning tor betidagi uqtirishda Uyg'urlar duch kelayotgan fojialar bo'lib Xitoy Kompartiyasining Sharqi Turkistondagi insoniyatga qarshi jinoyatlari haqida hozir tog'dek isbotlar yig'ilib bo'ldi. Endi Amerika hukumatining bu haqda aniq qaror olish payti yetib keldi deyildi. Uqtirishda Marco Rubioning 2021-yilda yana Uyg'urlarni majburiy emgakka selishni cheklash qonunining ma'qullanishi uchun kuch chiqardiganligi, bo'libmi bu xil majburiy emgakning qaysi xarakterdagi zulm bo'ladiganligi haqida qaror olishning zarurligi alohida ta'kidlandi. U bu haqda so'z qilib, Xitoy Kompartiyasi 21-asrga va dunyo demokratiyasiga turli jinoyatlar orqali xiris qilyotidi. Shunga bu jihatdagi xizmatni davom qildirish nihoyat muhim degan. Fransiya Xalqaro radiosi tönögün e'lon qilgan xabarga qaraganda, Amerika Xitoyning 5 universitet va 7 davlat mudofaa tadqiqot o'rnini Amerikaning embargo tizimiga kirgizgan. Xabarda aytilishicha, Amerika embargo tizimiga qo'shilgan shirkatlarning Amerika shirkatlaridan mahsulot import qilishi uchun Amerika hukumatining tasdiqini olishini talab qilsa-mu, ammo qo'llangan bu tadbir vositalik holda Xitoyning sazgur yuqori texnikaga erishishini cheklab, Xitoyga qarata texnikalik qamal paydo qiladi ekan. Embargo tizimiga kirgizilgan 7 mudofaa sanoati tadqiqot o'rnining ichida Harbin sanoat universiteti, Harbin qurilish universiteti, Beijing tabiiy fan va sanoat fanlari universiteti, Beijing olam fanlari universiteti, G'arbiy shimol sanoat universiteti, Nanjing tabiiy fan va sanoat fanlari universiteti, Beijing aviatsiya va olam fanlari universiteti qatorliqlar bor ekan. Uchurlar qaraganda yuqorida tilga ilingan organlarning Xitoyning harbiy sanoati, qurol-yarog', aviatsiya, elektronlik uchur, ximiyalik tadqiqot turlariga qatnashadigan organlar ekanligi ma'lum. Xitoyda zo'ravonlik jinoyati uchun jinoiy javobgarlik yashini 12 ga tushirish qaror qilindi. Kelar yili martda yo'lga qo'yilgan yangi qonunga asosan intayin rahimsiz usullar bilan qasddan odam o'ldirish yoki yaralanishni keltirib chiqargan jinoyatlar Oliy taftish mahkamasining tasdiqi bilan jazolandi ekan. Xitoyning eng yuqori qonun chiqarish organi bo'lgan mamlakatlik xalq qurultiyi chiqargan jinoiy ishlar qonunidagi bu o'zgarish 12 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan o'smirlar va yoshlarni o'z ichiga oladi ekan. Yuqorqi taftish mahkamasi mayning oxirida nashr qilgan Oq kitob nomli dokladda 2018-2019 yillari orasida o'smirlarga chetishliq o'g'irlik, bulonchilik, qasddan zaxmlantirish va bosqinchilik jinoyatining ko'payganligi o'tirg'a qo'yilgan. Afg'onistonda Davlat bexatarlik idorasi poytaxt Kabuldagi bir kamera uyiga besib kirib, Xitoyga vakolatan josuslik qilgan 10 kishini qo'lga olgan. Hindiston vaqtgesining xabariga qaraganda, Davlat bexatarlik idorasi guruhlari 12-oyning 10-kuni Kabuldagi bir kamerada harakat elib borgan. Harakatda qo'lga olingan va Xitoy axborot organi bilan aloqalashganligi xabar qilingan 10 Xitoy fuqarosi qo'lga olingan. Qo'lga olingan Xitoy josuslardan oz deganda ikkisi Taliban bilan aloqasi bor bo'lib, bu kishilar josuslik qilish va terrorlik hujumi bilan ayblangan. Afg'oniston Davlat bexatarlik idorasi bu uyda elib borgan oqtirishda qurol, o'q-dori va nurg'un portlatqich buyumlarni qo'lga tushirgan. Yaponiyada Xitoy virusining tarqalishining oldini olish uchun chet elliklarning 28-dekabrdan boshlab bu davlatga kirishi cheklangan. Egilanishicha, shakli o'zgargan virus bilan yuqumlangan tunji kishi bayqalgandan keyin chet elliklarning 28-dekabrdan 2021-yil 1-oyning oxirigacha chegaradan kirishi cheklangan bo'lib, bu davlatda turish kenishkisi bor kishilar va Yaponiya fuqarolari chet eldan qaytib kelganda 14 kunlik karantin qilinadigan. Bu vaqtdagi bayonotda Xitoy va Koreya qatorliq 11 davlat bilan savdo sayohati to'g'risida o'rinlashtirish elib berilganligi o'tirg'a qo'yildi. Sahiya emgak va paraballiq ministrligi davlat ichidagi aerodromlarda karantin qilingan va Angliyaga sayohat tarixi bor 5 odamda test tarqalgan koronavirus tipining bayqalganligi e'lon qilingan edi.